شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraning 266 oyatiga keldik. Mazmun ya'ni ilgirki oyatlardagi Alloh subhanahu va taolo bizga tashabbus qilayotgan yaxshilik qilish boshqalarga qilgan yaxshiligimizda xolis bo'lishini, Allohning rizoligi uchun qilish, boshqalarga yaxshilik qilgan yaxshiligimiz tufaylidan hech qanday minnat qilmaslik, aziyat qilmaslik, qilgan yaxshiliklarimizni faqat Allohning rizoligi uchun qilish, boshqalarning diqqatini tortish, nazarini tortish, riyo qilish uchun qilmaslik haqida ilgirki oyatlarda mazmunlarni o'qigandik. Bugungi oyat, ya'ni 266-oyat şu ahvollarni güzel bir şekilde bir misal bilen bizge izahlab tushuntiryapti. Yani bir adam bir yaxshilikni qildi, u yaxshilikni qilish bilan birga qarshi tarafga aziyat berdi, yani qalbini yaralandırdı masalan. Yoki uningga minnat qildi, yoki u yaxshilikni boshqalarga riyo qilish ustidan, boshqalarning diqqatini tortish ustidan qilgan bo'lsa, bu odamning misoli tuvandagi oyatdagidek bo'ladi. Estaizu billah. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Böyle biz birge Allah subhanahu wa ta'ala bizge bir surat tasvirlanyapti. Özümüzden guvalıq talab qılatıdı, qınısıla da taqılatıdı. Ayavattu ahadukum. Arаңlarda kimning tövendekidek ahvolga tushib qolishni yaxshi ko'ramdi, har qanday bir odam. Sizlar yaxshi ko'ramsizlar. Boshqa ahvol bo'lsinmi, bir tasvir beryapti bizga. Ya'ni bir odam bor. Buning bir beg'ova xurma, üzümlük bağ deydi ayetning o'zida. Qur'oni Karimda bu xil tasvirlar jiq. Sura Kahf'ninki 36-oyatida "Wadrib lahum mathal rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafaznahuma bi nakhlin." Üzüm xurma bilan deb tasvirlangan bağlar Qur'oni Karimda. İntayin ki bundan başqa Sura Tevbe'de 100-oyatida "Vas-sabiqunal awwaluna minal muhacirin vel ansar vellezina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum ve radu an ve a'adda lahum cennetin tecri tahtaha al-anhar." Yani Qur'onda bu bağning tasvirlanishi, onun başka cennetin tasvirlenişi köpünce meyveci ve hurma, üzüm degan bu şekilde tasvirlanıyordu. Yani en gayet güzel bir haletne ortaya koymak için. Yani bu ayeti davatı da ki. Bu ayeti davatı da ki. Sizlerin başta bir beğenler var deydi. Bu bağının hurmusu var, üzümü var, en kıymetlik meyveler. Astıdan su ekip durudu. Ve ayette tecri min tahtihal anhar. Bu bağınınki mükemmelliğinin tasviri. Kur'an'da muşkil ifade iki xil kullandı arkadaşlar. Tecri tahtihal anhar, tecri min tahtihal anhar. Min kelgan vaqtida astidan degani bu oqadigan suvning manbasi bağning o'zida degandek bir ma'noni ifodalaydi. Agar min kelmagan ahvol ostida bağning ostidan suv oqadi deb
tecri tahtahal anhar deb keladi. O vaqtida bağning o'zidan emas, boshqa yoqdan ammo to'xtab qolmaydi degandek bir ma'no ifodalaydi. Qanday bo'lsa, yuqorqi xorm ifodasi, üzüm ifodasi, ostidan suning eqib turish ifodasi bağning mukammalligining tasviri. Yani ayetning oxirida aytadi: "Fiha min kulli thamarat." Bunda xorma, üzümde alayda meyveler tilgap bo'lgan ekan. Bütün meyveler var. Demek bağ gayet güzel şekildeki bir bağ. Kim arzu kılmasın bunda peygamberimiz ne? Her kim arzu kılıdı? İkinci mesele ayetteki. Ve ashabahul kibaru. Bu adam, bu bağının ilgisi olan adam. Yaşınıp kırıp işleyenmeydiğen bir halet gitti. Bu adam bakmış şunçilik ihtiyaçlı. Çünkü ayetin ahirde وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء. Onun küçük kuşak balları var. Hemen ona bilirler, insan kırıgan sıra, yaşı çoğaygan sıra üstündekrak kimni oylaydıgan buludu? Ballarını oylaydıgan buludu. Adam yaşı vaxtida üzünü oylaydı. Sen yaşta çoğ olsa asta ballarını oylaydıgan buludu. Ballar için her işini kılıdı. Hem de ayet bizge şu iki xil tasvirini verdi hazırca. Birisi bağının intayın güzel bir tasvirini verdi. Yani gayet güzel bir bağ. Yani her kandak adam arzu ümit kıldığan, benim şuna bağım bolsu deydiğen bir bağ. Bu bir. İkincisi şu bağının sahibinin yaşta çoğup kalgan, işleyenmeydiğen ama bağqa pevkuladı ihtiyacı var bir halat. Yani balısı var. Uşaq balığı var. Bu vaqtda belki bu adamga hayotdamış bağdan qimmatlik narsa bo'lmasi kerak. Eng muhim narsa bağ bo'lishi mumkin. Ama şu vaqtdagi fa asabaha i'sarun fihi nar. Chaqmoqliq bir burallar kelib. Odatda buran kelgan vaqtda guldirmama chaqmoq bilan kelsa, o't chiqadi uningdan. Xabarlarda ko'ryapmiz. U yerda chaqmoq suqab manchi pat qo'y o'ldi yoki manda yoki o't ketdi, plan o'rmonliqda o't opt yuz beradigan gapni anglashimiz mumkin. Ashtar bir ahvol. Yani chaqmoqliq bir buron kelib, fahtaraqat bog' kuyib ketdi. O'ylayman, tasavvurni bir qanaq baqsaq bo'ldi, tasvirlab baqsaq bo'ldi. Bu yerda bog' intayin g'oyat go'zal bir bog', takror etay. Bağның sahibi, bağның egisi bağqa favqulodda ehtiyojli. Çünkü o'zi yaşangan, ishlayolmaydigan holatdan boshqa uşaq balari var. Demak, o'zi uchunmi, balari uchunmi bağ intayin bo'lmaydigan hayotdagi eng muhim bo'lgan bir taraf. Mashta ahvol ostida haliga chaqmoqliq o't birlik kelgan shamol kiplam bağ kuyib ketdi. Endi bu holatda adam qanchalik hasratlanadi, shu ishni inson o'zi tasavvur qilib baqsa buni bilalaydi. Güzel bir boshlanish, afsusli bir oxirlashish. Beg'im bor, men xushal-man. Beg'im g'oyat go'zal. Men xushal, saodatman, baxtlikman. Oxiri kuyib ketdi. Echinishli bir oqibat. Allah subhanahu va taolo bu orqali bizga nimani tasvirlamoqchi qarindoshlar? Sen bir yaxshi ish qilding. Bu güzel bir bağ. Çünkü seni cennetga erishtirdiğin mush yaxshi amal. Ve sen kıyamet günüsü mushu amal ibadetke, şu cennetke acayip ihtiyaçlar. Çünkü başka çıkış yolun yok. Başka tanlash yolun yok. Şunda vaqtida senin qilgan boshqalarga yaxshilik qilgan vaqtda qilgan aziting, ilgari darslarda so'zlaganimiz. Qilgan yaxshiligingga qarata qilgan minneting ve yaxshi ish qilgan vaqtdagi riyoxo'rliging xuddi buron kabi, o't aralash kelgan buron kabi kelib, sening qilgan bütün yaxshiliklarning hammani o'tirib tashlaydi. Allah bizga mush shaklda bayon qilib qo'yadi. Kazalika yubayyinullohu lakumul ayat. Ayatni bu şekilde bayon qilib qo'yadi. La'allakum tatafakkarun. Bu haqda biz o'zimizningki nima ish qilish, qilmaslik kerak ekanligi haqida o'ylanib boqishimiz kerak. Çünkü mentiqi noktasıdın mı? İnsan mentiqisi noktasıdın mı? İnsan
qilgan ishning ajrini oladi. Nima uchun qilgan bo'lsa shu ajrini oladi. Biz onun uchun ish qilib, bundan olmaymiz ajrimizni. Ish qilayotgan vaqtimizda ishimizni Alloh uchun qilgan bo'lsak, Allohdan olamiz. Boshqalar uchun qilgan bo'lsak, boshqalardan olamiz. Boshqalar olim desin, voy saxiy mard desin, qahramon mujohid desin deb qilgan har ishimizdan ajrini shu shaklda olamiz. Ondan boshqasi bizga yo'q. Ya'ni ko'rinishda ajoyib solih amal shaklda, yaxshi amal shaklda ko'rinayotgan ishlarimizning ustidagi yoki shunga aralashib kelgan boshqalarga aziyat berish, minnat qilish yoki riyo qilish xuddi go'zal, intayin ehtiyojli bir bog'ni, go'zal biz ehtiyojli bir bog'ni o'tdan birisi kelib, shamol va chaqmoq aralash o'timiz hammani ko'ydirib kul qilayotganga o'xshash bir ahvol. Buni o'ylanib boqishimiz kerak. Qiyomat kuni esa bizga hech nimaga qanday qilmaydi, asqatmaydi. Yana shu haqda mazmun davom qilyotdi qarindoshlar. Ya'ni insonning o'zidagi ehtiyojini ortiq qo'ygan imkoniyatlarni boshqalar bilan o'rtoqlashish, boshqalar bilan paylashish, boshqalar bilan kambag'allarning bashini silash, jamiyatning normal tengqurlikni saqlash haqida ketyapti. Keyingi oyatda 267-oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga alohida xitob qilib nima deyapti? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum va mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun wa lastum bi'akhizihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Alloha ghaniyyun hamid. Ma oyatda jamiyatdagi yana bir ahvol, pas ahvol yoki salbiy ahvol tasvirlanib bizga ta'limot beradi. Da'vatudki ey mu'minlar, sizlar qilgan emgikinglardan, erishgan imkoniyatinglardan, rizqinglardan eng yaxshisidan chiqim qilinglar, yaxshisini sarf qilinglar. Va sizlarga biz zamindan chiqarib bergan nozu ne'matlarning yaxshisidan sarf qilinglar. Hargiz chiqim qilaman deb nachor narsani bermanglar haqida da'vatudi. Sizlarga ba'simi siz ko'z yumib olsanglar olasizlar, bo'lmasa olmaysizlar. Bilinglarki, hargiz Alloh bu narsalarga ehtiyojli emas. Alloh hamdu sanoga loyiq zot. Deganimdek oyat bizga jamiyatda bo'layotgan, jamiyatda ko'riladigan bir ahvolni tasvirlab turadi. Jamiyatimizda kishilar boshqalarga beradigan yoki boshqalarga sarf qiladigan türe mal-mülklerinden en nachiri. Pulning nachiri yo'q. Adeti normal mal-mülklar olib qolgan vaqtda en nachirini turdi. Bu oyatning alaqi qaritilmasi o'z vaqtida Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinada bir islom davlatini qurib bo'lgandan keyin normal bir jamiyat shakllandi. Ba'zi kishilar xurmini shih bilan akilib masjidlarga esib qo'yadi. Ya'ni xalqa odam qanaqa yesin deb. Ama ba'zilar bu mushu esib qo'ydigan ahvol shakllangandan keyin bir xil pishmagan, masalan, to'p yoki puchak, ya'ni sifatsiz xurmalarni akib osadigan bir ahvol bo'ldi. Bugungi kunda shu. Masalan, yemek-ichmak bilan shug'ullanganlar boshqalarga yemek-ichmak ba'sa deyli. Nachirini beradi, masalan, sadaqa sotilmaydigan, masalan, do'konlarda. Kiyim-kechak bilan shug'ullanganlar kiyim-kechak oddiysiz farz zakotlarni berishdimi, eng nachirini tanlab beradigan ahvollar. Alloh subhanahu va taolo bu yerda bu masalani bizga qanaqa qiladi? Kesin o'tirg'u qo'yib, nima deyapti? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Sizlar topgan bu mol-mulklarni yaxshisidan beradi. Mishada yana takror deyish to'g'ri keladi qarindoshlar. Mal-mulk Allohninki. Bizga faqat omonat shaklida berdi buni. Ammo dunyodagi Alloh belgilagan sabab qonuniyati bo'yicha men mal-mulkka emgak qilib erishman. Mal-mulk Allohning, ammo men ashu mal-mulkka erishish uchun emgak qilaman, sa'iy qilaman, tirishchilik qilaman. Alloh buningga ehtirom qilib, buningga hurmat qilib, shu oyatda sizlar topgan emgak qilib erishgan shu mol-mulkdan deb ifoda bildiradi. Bu Allohning bizga qilgan bir hurmati. Ammo shuning eng tayyibat degani birisi sifat yaxshisidan, yana birisi halol qismidan chiqim qilish kerak. Chunki Alloh tayyibdir, faqat tayyibni qabul qiladi. Alloh pokdir, pok narsalarni qabul qiladi. Harom narsalardan yoki nachar, sifatsiz
Üzən işlətkin kəlməydiğən nərslərini çıxım qılsan, oxu bulunmaydı da. Ondan keyin yana davat edu. "Ve mimma akhrajna lakum min al-ard." Mədə əskertmə. Mən sizə bayatın degan narsa şu. Birisi insanın əmgəkiga hörmət qılıb, sizə tapqan, işləgən, kəsb qılğan, rizqdan çıxım qılma degan bolsa, keynidillah məsələnin mahiyetini bizə əskertib, "Ve mimma akhrajna lakum min al-ard." Məsələnin mahiyetini əskertib atıdı. Tamam, sen bunu tapdın, əmgək qıldın, işlədin, çarçıdın. O seninki sana bədim. Amma məsələnin mahiyeti mən əslində bunu sana çıxırıb verdim sizə. Çünki insan qançalik əmgək qılsın, özgə birilgan imkaniyyətlə işləydi insan. Qançalik tirişsin, özgə birilgan imkaniyyətlə tirişidi. Allah bəgən əqllə tirişsə, Allah putqulunğa bəgən küçlə tirişsə, Allah zəminə bəgən ündürüş, məsələn, çıxırış, iqtidar olənsə onu ündüdün yetirgan bolsan və başqa çıxan bolsan şu həmmisi Allah şu sən işlətiyotqan yoki qo'llanayotgan vositalardagi shuni qilish iqtidoriga tayanib. Endi masala sening ambikidan bo'lg'achqa bu sana hurmat qilgan bo'lsa, masalaning mohiyati Alloh tarafidan kelgan. Buni faqat kallani qanday qilmaslik kerak, chiqarmaslik kerak. Allah subhanahu wa ta'ala mush ikki ahvolni eslatib turib qaranglar. Birisi sizlar emgak qilib topgan, ma kasabatum degani inson sa'iy qilib, kurash qilib topgan. Buni eslatib ya'ni insonning emgikiga hurmat qilayotgan bo'lsa, yana birisi va mimma akhrajna lakum minal ard. Masalaning asli mohiyatining o'zi ekanligi, buni o'zining berganligi. Sen emgak qilsangmi, shu Alloh bergan doirada qilinganligini eslatib turadi. Bu nuqtadan sizlar mushu şekilde tapqan mal mülkünün en güzellerini, en paklarını, en halallarını, en sübetliklerini qana qılanglar, sərf qılanglar davatıdır. Endi ayetning oxirgi qismida Allah subhanahu wa taala bizdan nachar, yaramaz, hatto o'zimizga yaramaydigan narsalarni chiqim qilishdan, boshqalarga sərf qildimg'u, berdimg'u, o'rtoqlashdim, paylashdim deb nachar narsani berishdan eskertib ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون manda şekilde yani nachar narsalarni boshqalarga berib men pul mol sarf qildim, yaxshilik yo'llarga sarf qildim deyish manda qilmanglar deyapti. Chunki qaysi birisimiz o'zi uchun bunga rozi emas. Oyatning oxirida aniq deyapti: "Valastum bi akhirihi illa an tughmidu." Hatta ko'zingni yumib olsang olsa, sizlarmi olmaysizlar u narsalar, nachar narsalar. O'zingizdan eshib qolgan masalan eşip qalğan deganimiz ehtiyojini eşip qilish emas. Ya'ni sen onu qo'llanishdan, ishiltishdan yoki yeyishdan daliq yeriginib, tashlab qo'yib o'tgan narsalarni bersan bo'lmaydi. Chunki masalani bilki, Alloh sana muhtoj bo'lib berdimi uni. Alloh muhtoj bo'lganlik tufaylidan sendan talab qilmadi uni. Shuni bilginki, va'lamu annalloha g'aniyyun hamid. Allah her narsadan bihojat. Faqat zaminda tangqonlikni normal saqlash uchun birini boy qildi, birini namrat qildi, birining imkoniyati bor qildi, birining imkoniyati yo'q qildi, birini kuchli qildi, birini ojiz qildi. Kuchliklarga, boylarga, imkoniyati borlarga berilgan imkoniyat orqali qarshi tarafdagi yana bir tarafdagilarningki turmushining kafolatlik erishishini, kafolatlik bo'lishini talab qildi. Bu faqat normal jamiyatdagi tamponliqni qana qilish uchun, saqlash uchun. Yani sana birib senden anınğa bədiyini sana ehtiyac olub qalqanlıq emas. Bu nöqtəni bilişin kerak deyapti ayətinin axırında. Və alamu bilinglar ki Allah hammadan bihacət, heç kimə ehtiyac emas. Hamid zatdır. Endi yuqorqi oyatlarda ilgirki darslarni qo'shib bir xulosalasak qarindoshlar. 4 muhim bir nöqta o'rtaga qo'yilyapti. Birisi sen yaxshi yo'llarga sarf qilish orqali pul bilan kamlab ketmaydi. Bu bir nöqta. İkincisi, insan o'zi qilgan bu yaxshi ishlarni, bu chiqimlarni, bu pul mollarini, bu yaxshilik yo'llarga sarf qilishlarini o aziyat va minnatni billa qo'shish orqali buni baqo qilmaslik kerak. Bu bir. Boshqalarga aziyat turib, minnat qilib turib, yaxshilik qilgandan chiroyli gap bu afzal. To'rtinchisi, cho'qim qilgan bu yaxshiliklarning hammasi Allohning roziligi uchun bo'lishi kerak. Riyo qilish emas. Agar yuqori degandek aziyat aralash bo'lsa,
minnet aralash bo'lsa bu yaxshilikqa riyo aralashib qolsa, xuddi eng ehtiyojli vaqtida beg'i kuyib ketgan odamga o'xshash hamma narsani qurib qolsa, qiyomat son asqatlik hech nima qolmaydi. Chunki sening qilganlaring hech nimaga o'tmaydi, qabul bo'lmaydi. Bu yuqoridagi oyatlardan xuloslagan mazmunlarimiz. Endi 268-oyatga kelsak, şunun münasiblik mazmunlar üzlüksüz qanday qiladi, davom qiladi. Alloh subhanahu va taolo insonda yaxshilik yo'llariga qadam olgan vaqtda ko'riladigan masalalarni o'rtoqlab oldin ola bizga eskartib o'tadi. Ash-shayton ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla vallohu wasi'un. Yani bu mutlaq inson yaxshilik yo'llariga qadam olgan vaqtda ko'riladigan bir ahvol. Ya'ni shayton kambag'allik bilan qo'rqitdi bizni. Yani agar bu yo'lga yaxshilikqa yo'lga pul sarf qilsak, sen bugun hajratsan, ayatini nima qilasan degandek. Tijorating oqmayotdi, bolalaringni qanday o'qitsa degandek. Mushu xil vasvasalar bilan bizni yomon ishlarga buyurib, yaxshilik yo'llarga iqtisodlarni sarf qilishdan, yaxshi ish qilishdan bizni qaytarmoqchi bo'ladi. Mush orqali bizni gunoh, ma'siyatga qana qiladi, qiziqtiradi. Masala bu yerda qanday chiqadi desangmi, bir iqtisodi va odam shaytonning mushu vasvasasining kayniga kirib, shunda qulni yig'ib oldi, bexillashib oldi, boshqalar bilan o'zidagi bor imkoniyatni o'rtaq paylashmadi. Shu vaqtida atrofdagi kambag'allarningki qiynalib qolganlarning qalbiga adovat kiradi. Qandoq bir jamiyatning a'zolarining o'rtasida birisi-birisiga qarata adovat, o'chmanlik, yomon ko'rish kirgandan keyin u jamiyatda yomon ishning tarqishi aniqlar masala. Boylar o'zining boyligiga amin bo'lmaydi, kambag'allar o'zining hayotiga amin bo'lmaydi. U vaqtda hech kimdan ko'ngil og'ritmasin. Chunki hammasi o'zining qilgan xatoligidan kelgan natija, o'zining qilgan xatoligining natijasi. Sur Muhammadning 37-oyatida Alloh subhanahu va taolo innamal hayatud dunya la'ibu va lahu. Hayotud dunya faqat o'yin tomoshadan iborat. Agar Allohga iymon aytib, Allohdan qo'rqsanglar, Alloh ajringlarni beradi. Alloh sizning mol-mulkinglarni so'raydi. Chunki Alloh ehtiyojli emas. So'rab qolgan taqdirda siz baxillik qilasizlar, o'z adovatinglarni o'rtaq chiqaradi. Ya'ni bu masala nima desanglar, bir odam qilgan yaxshilik orqali o'ziga huzur keltiradi. Bir qilgan baxillik orqali o'zining huzurini qochirish qilsa, boshqa gap yo'q bu yerda. Çünkü cemiyette bazı afatlar, xafalıqlar, musibatlar chuqur bo'lib turadi. Ba'zi boylarga bo'lib turadi, ba'zi kambag'allarga bo'lib turadi. Bizning hayotimizda nurg'un ishlarni angladik, ko'rdik. Boylarga musibat kelgan vaqtda kambag'allarning chavoq-chog'ini ko'rdik. Balki shu musibatlarning ustiga musibatni qo'shqinni ko'rdik. Ha deyishib baylarning bütün mal-mulklarining bulang-talang qilinganini ko'rdik. Allah bu oyatlardagi bu tashabbuslar, bu buyruqlar orqali dal mushu masalani hal qilmoqchi. Bir jamiyatdagi imkoniyat sohiblari, imkoniyati oz, kambag'al kishilar bilan o'rtoqlashganida, imkoniyatlarni paylashganida, mal-mulklarini paylashganida o'rtoq bir hayot kechirgan vaqtida boy kambag'alning qishida bo'ladi, kambag'al boyning qishida bo'ladi. Boyga bir musibat kelgan vaqtida kambag'allar, yo'qsizlar yoki shu boy beshinsilagan kishilar, iqtisodi va kishilar, iqtisodni o'rtoqlashgan kishilar darhol shu kishilarning qishida bo'lib musibatlarga tam qarshi turadigan gap. Aksi yo'l tutgan vaqtimizda dal shayton ya'murukum bil fahsha degan yerga yetadi. Boymi xato yo'lga kiradi. Lekin kambag'almi shuning turtkisida xato yo'lga kiradi. Bu vaqtda jamiyat bir musibatlik bilan bo'ladi, jamiyatga aylandi qarindoshlar. Vallohu vasiyun alim. Alloh subhanahu va taolo fazli marhamati kengdir. Alloh hammani bilib turibdir. Alloh kambag'alga ba'sin birar aytdi, lekin onamga berdi. Masalan, nima bo'lsa, ikkisi o'rtoq, go'zal shaklda qana qilsin, yashsin. Munosabat bog'lansin deb. Alloh bu yerda onamga berdi buyurishda
hikmetning nima ekanligini Alloh obdan biladi. Bugun azroq pul mollaring ozlagandek qilgan bilan ko'rinishda amaliyotda sen bir xotirjam bir jamiyatdagi xotirjam bir hayotga erishsan. Jamiyat huzuri qochmaydi, sening turmush huzuring qochmaydi. Buni hayotda necha kara tajribadan qanday qildik, o'tkazdik. Buning hammasi asli inson kallasini ishlatsa, aqlni ishlatsa bir hikmatni iborat. Bu nuqtani to'g'ri tushunib yetganlar, ya'ni muvofiq shaklda ish qilamiz. Hayotimizda nurg'un iqtisodlik imkoniyati zo'r odamlar va kishilar va bular atrofidagilar bilan shunchalik moslashgan. Ya'ni o'zining iqtisodini Alloh bergan imkoniyatni paylashgan. Farz zakotlardan boshqa atrofida 5-ni silashga tegishli kishilarning 5-ni silagan jamiyatda o'zining bir kishilik o'rniga erishgan. Tabiiyki, bu yerdagi diginim o'zining mol-mulklarini boshqalarning ko'zida yo'g'onash, jamiyatda o'rin tepishni qiling demakchi emas. Ammo Alloh uningga qilgan yaxshiligining mukofoti sifatida jamiyatda uni nurg'un yuz obro'yi bergan, nurg'un qalblarni uning talbinib turadigan qilib bergan, nurg'un kishilar uni yaxshi ko'rgan. Bu odamga jamiyatda bir musibat, bir xafalık kelgan vaqtda buning yordamlashadigan qo'llar, bilaklar tang o'rniga chiqqan. Buni tushunib yetishning o'zi bir hayot hikmati. Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatda, ya'ni 269-oyatda yu'til hikmata man yasha, Alloh hikmatni, ilm, ma'rifatni xohlagan odamga beradi. Va man yu'til hikmata faqat utiya khayran kaseera. Kim ilm, hikmat berilsa, ko'p yaxshilik berilgan bo'ladi. Bu ahvollarni faqat o'ylab, tushunib yetalaydiganlar aqlli kishilar. Ya'ni yuqorida jiq deb ketdik, tushuntirib ketdik. Asli uncha tushundirish hojat emas. Inson aqlli bo'lgan vaqtida, hikmatni tushungan vaqtida yuqorqi buyurilgan ishlarning hammasiningki o'zining manfaati uchun ekanligini qanaqlaydi, tunib yetalaydi. Masalan, bu oyatdagi hikmat har qanday bir ishni manfaatlik, foydasi va shaklda qilishning o'zi bir hikmat. Uyg'urchada hikmat deymiz buni. Har qanday bir narsani o'ziga foydali o'rinda qo'yishning o'zi bir hikmat. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yuqorqi oyatlarda buyurgan imkoniyati va iqtisodi va qo'l ilgida bor kishilarningki iqtisodni boshqalar bilan o'rtoqlashish, paylashish, boshqalarga yaxshi yo'llarga sarf qilish amaliyotda oxirgi hisobda buning foydasini o'zi ko'radi. Agar mushuni mushta shaklda qila olishning o'zi bir nima bu? Hikmatni o'zi. Mush nuqtani tushunishning o'zi bir hikmat. Chunki inson mashta yaxshi yo'llarga sarf qilish orqali, o'zining hayotdagi va dunyodagi hayotining aminligi kaporatiga erishgan bo'ldi. Oxiratdagi hayotining aminlik kaporatiga qanday qilgan bo'ladi? Erishgan bo'ladi. Mush nuqtalarni tushunib, mushta bir aminlik kapolatini qo'lga olishning o'zi bir hikmat. Hatto bu oyatlarda diqqat qilgan bo'lsanglar, Alloh insonga eng ojiz nuqtasini turib nasihat qilyapti. Ya'ni balasi qo'ygan mehribonlik nuqtasi turib, misol akilyapti. Masalan, ibodatdan akagan misolda yashinib qolgan bir odam bunun gayet güzel bir bığı var. Bak ihtiyaclı üzücüler emas, aciz balları var da var. Çünkü insan hayatının bir kısmında üzücüsünü yaşaydı. Ama vakit ötken süre üzünü unutup balları için yaşaydıgan buludu. Ballarının toyuşu için üzü aç kalıdı mesela. Ballarının kiyimi için üzü kiyim giymeydi mesela. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın hayata qarsak, dastlabki davrda Allah subhanahu va taolo İbrahim Aleyhisselam'ın üzülen sinedi. Yani otuq tashlash orqali sinedi. Bunun vaqaliklari bor. Ama oxirgi hayotida o'g'lini bo'g'izla degan bir imtihon orqali sinedi. İbrahim Aleyhisselam'ın iymoni katta bo'lganlik uchun birinchi imtihondan o'tdi. İkinci imtihandan ötüp Allah subhanahu wa ta'ala İsmail Aleyhisselam'ın orluğa qo'shqarni birini qanaq qildi? Almashtirib berdi. Hammalar bilisizlar buni. Bu vaqalikni hammalar anglagan vaqalik. Ya'ni inson hayotida bulupmu hayotning o'tiridan o'tgan oxirgi vaqtlarda eng muhim bo'lgan narsa balları. Ballar uchun yashaydi inson. Hatta Sure Nisa'da وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. Ma ayetning mazmunida nima bo'lsa, ballar va odam agar ballarning kelgusi hayotini kafolatli qilmoqchi bo'lsa,
Ballardan ensirse Allah'tan korksun ve doğru gapni kılsın da atıdı. Balların noktasından kılvatıdı Allah subhanahu ve ta'ala. Çıkım kılışını mı? Ballarını misal kıptırıp sen ballarının kelgüsüge kafalarla kımmakta olsan degandek bir iman işaret bilen çıkım kılış babıdı mı? Ballarını misalga turup bizge kandak vadı davatıdı. Çünkü ata-ananın doğru yolda menişi, ata-ananın salih buluşu, yaxşı işlerini kılışı balının kelbis hayatıga bivasıta münasebetli. Mesela Sure Kehf'nin 77. ayetinde Musa aleyhissalatu vesselam bilen Allah tarafından ilim verilgen bir kişinin bir vakalık var. Bunu bazı tefsirlerde Hızır dep alıyordu. Meyli Hızır olsun yoki başkası olsun Kur'an'da salih bir kişi de tilg'ilingan. Musa aleyhissalam bilen bu ikisi bille mangdi. Bir şehir ehliga kelib, ma'lum bir kenetga kelib, tamoq berishni talab qildi. Chunki bir mehmon yiroqdan keldi, musofir, bularni qo'shiq och, bular unimadi. Mushunning unimganligi nimaning ifodasi esa, ma shahardagining nacharligininki, ya'ni pastligining bir ifodasi. Bir ishga demligimga tamoq bermak uchun ig'rimi, ig'ri emas-da tabiiy. Demak, bu yerdan bir masala chiqdi. Ma shahar emin shahar emas. Bunun insanları yaxşı insanlar emas. Başkalarının hakkını ada qilishni o'qimaydi bu insanlar. Endi mushu shaharda ikkidan yetim bola bor. Dadisi Salih bu yetim bolalarninki. Bu yetim bolalarga oid kumilgan bir boylik bo'lib, siz bir tam batdi, tam yiqilib ketay deb qolgan. Agar tam yiqilib ketib boylik eshib qolsa, ko'rib bu şehir ehli bir ikki adamga tamoq qilishni xohlamagan darajada bir past insonlar bular bu yetim bolalarning haqqini zoya qilishi to'g'onlardi. Shuning bilan haliqi kishi Musa alayhissalom bilan birga kelgan kishi bu tamni yasab qaytadan turg'izib qo'ydi. Shu vaqtida Musa alayhissalatu vasallam buning sababini so'ragan vaqtida sen bu adamni shuncha nacharlik qilib sana tamoq vermese, sen bu yerdagi, bu kenetdagi bu tamni to'g'izib yasab qo'yish sababi nima? Haqoqan bo'lsang, degandek, tushunmagandek bir gapni so'radi-da. Shu vaqtida bu odamning Musa alayhissalatu vasallam bergan javobi nima? Va kana abuhuma salihan. Ya'ni bu ikkalanininki dadisi yaxshi odamdi. Demak, bu yerdan oladigan darsimiz nima? Degan vaqtida ota-onaning salih bo'lishi, hayotda salih, yaxshi ishlarni qilishi, yaxshi yo'llarga pul, mol sarf qilishi kelgusidagi bolaninki hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatgan ish. Shuningcha bir yashangan odam bo'lib, g'oyat go'zal big'i bo'lib va ojiz bolalar bo'lib, u ishlar kelib ot kelib u bog'ni ko'ydirib olsa, u odamning ahvoli qanday bo'lar degan nuqtadimi bizga bir iymon ishorat beriladi-ki, bizning bu hayotda aziyat aralashmagan, minnat aralashmagan, riyo aralashmagan yaxshi amallarimizninki bizning hayotimizdan boshqa bizning kelgusidagi bolalarimizning hayoti va u dunyodagi bizning baxt saodatimizning kafolat ekanligini Alloh subhanahu va taolo iymon shaklida misol orqali qanaqa o'tadi beryotdi. Bundan keyingi oyatda 270. oyatda Alloh subhanahu va taolo hamda nafaqat haqida bir narsalarni tushundik ilgirki oyatda va shuning yondosh shaklda nazr haqida bizga ma'lumot berib davatidi. Va ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innalloha ya'lamuhu va ma liz-zalimin min nasir. Bu haqda mazroq to'xtalamiz. Nafaqat haqida chiqim, pul xayrlash, imkoniyat miqdori o'rtoqlash haqida so'zimiz sakın bo'ldi. Chunki ilgirki darslarda yetarli so'zliq deb o'ylayman. Oyatda davatidi. Sizlar qanday bir yaxshi pul xayrlat qanday bir chiqimni qilgan bo'lsanglar, qanday bir yaxshi yo'lga pul molni sarf qilgan bo'lsanglar, bu bir. Ikkinchisi, va qanday bir yaxshi ishga nazar qilgan bo'lsanglar, Alloh subhanahu va taolo uni biladi. Zolimlarga hech yordam berguchi yo'q deydi. Endi nafaqat haqida, chiqim haqida to'xtalmaymiz. Ma oyat. Chunki deb o'tdik, so'zildik, uni bildik. Nazr degan nima? Nazr degan nima desa, yo'lliq ishlardan qanday bir ish olsun,
Allah farz qilmagan, ammo yo'lliq ishlarni qanday bir ish olsun, o'zimizning ustiga yuklab olgan bo'lsak, bunun bo'ladi nazr. Masalan, Allah 5 vaqt namoz farz qildi. 5 vaqtdan ortiqi farz emas endi. Ammo o'zimizga majburiyat qilib, men har kuni kechasi 4 rakat namoz o'qiyman. Bu mening ustimga majburiyat, men Alloh uchun nazr qildim desa, mushu gap bilan ustimizga shu majburiyat bo'ladi, vojib bo'ladi. Buni biz diniy istilohda nazr deb ataymiz. Birov masalan zakat farz, ammo zakatdan sirt iqtisodiy chiqimlar, masalan men falonining yillik chiqimini ko'tarma, bu mening ustimga nazr olsun. Bu nazr yilda bir oy Ramazon Ramazonning ro'zasini tutish farz. Ammo men har hafta payshanba kuni ro'za tutaman. Buni Alloh uchun nazr qildim. Buning o'zi nazr. Endi mushu nazr masalasi kelgan vaqtda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ko'rsatmalariga ko'ra inson nazr qilsa bo'ladi. Ammo nazr qilib bo'lgandan keyin xiloflik qilsa qat'iy to'g'ri emas. Shuningdek, nazr qilgan vaqtida imkoniyat doirasida qila oladigan doirada qanday qiladi qilish kerak. Oyat dal shuni tutib turib nima deyotdi? Mayli sizlar qanday yaxshi yo'llarga iqtisod sarf qilgan, chiqim qilgan bo'linglar yoki qanday bir nazr qilgan bo'linglar, buni Alloh biladi. Sizlar o'zinglarning ustidagi majburiyatingizni joyida ado qilishingiz kerak. Mayli iqtisodiy nuqtadagi majburiyat bo'lsin, yoki farz majburiyati, yoki nafl majburiyati, yoki o'zinglarga majburiyat qilib bekitgan nazr qilgan nazrlar bo'lsin, buni Alloh eng obdan biladi. Sizlar joyida ado qilishingiz kerak. Shuningdek, taqvo kishilar, salaf solihlarning nima deydi? Nazr qilib bir ishqa buzgan odamga sen Allohni suyib bir ishni qilaman deb, keyin Allohning boshqa loyiq emas ekanligini his qilib qoldingmi deb ig'ir darajada oningga tanbih beradi. Ya'ni demakchi o'g'in nima desa, bir ishni Alloh uchun qilamiz deb, keyin uni buzganlikning o'zi xuddi bu ish yaxshi ish emasdek yoki Alloh uchun buni qilish arzimaydigandek bir xil ahvol. Shuningdek, inson nazr qilishda imkoniyatiga, o'zining qila oladiganiga qarab turib qana qilish kerak. Shunga nazr qilmoqchi bo'lgan odam o'ylanish kerak. Men manda ishni qilaman, nazr olsun deyishdan ilgari sal o'zining ahvoliga qarab baqish kerak. Ya'ni men mushu nazrni ado qilishga imkoniyatim yor beramdi, ma ibodatni qilishga imkoniyatim yor beramdi. Men menga oylik mancha pul chiqimini berma deb nazr qilgan bo'lsa, sizning o'zingning iqtisodiga qarab baq. Biralisang degan yog'icha nazr qilsang bo'ladi. Bermaydigan olib qolsa, nazrni o'ylashib qilg'ay yaxshi. Andagan oyatning eng oxirida va maliz zolimina min ansar. Zolimlarga hech yordam bermaydi. Ana zolim degan kim u? Zolim bizning Uyg'ur tilimizda o'ziga o'zi qilgan kishi. Ma boshqalarga zulm qilishning oldida o'ziga o'zi zulm qilgan kishi bu birinchi zolim. Sura Yunus tumida aytadi-ku: "Innalloha la yazlimun nasa shay." Alloh insonlarga hech zulm qilmaydi. "Valakinnan nasa anfusahum yazlimun." Ammo kishilar o'ziga o'zi zulm qiladi. O'ziga o'zi zulm degan nima? Alloh bergan pul mollarni sarf qilmaydi. Chunki biz jiq deb ketdik ilgari darslarda. Buning naq foydasi amaliyat insonning o'ziga. Chiqim qilmaslikning o'ziga o'zi zulm qilmoq. Bu bir. Ikkinchisi, chiqim qilgan taqdirda buning o'zi insonning ajoyib bir baxt saodatning kafolatida qilib buningga aziyatni aralashtiradi. Qilgan bir muncha yaxshilikqa kuydi. Minnetni aralashtiradi, kuydi, riyoni aralashtiradi, kuydi. Günah yollarga sarf qiladi pul mollarini. O bir o'zgizi zulm qilganlar. Qilgan nazrisiga qanday qilmaydi? Vafo qilmaydi. Masalan, hozir o'qigan oyatning boshida sizlar qanday chiqim qilgan bo'lsanglar, qanday nazr qilgan bo'lsanglar, Alloh biladi deganlik, xayrligan pulning har bir pulning hisobi bor. Yaxshilikqa xayrlidanmi, yomonlik xayrli buni Alloh biladi. Qilgan har bir nazringga vafo qilding, manda ifoda bo'ladiki. Qanday pul chiqim qilgan bo'lsang, Alloh biladi degani, ya'ni bir pul xayriyatga askartish, o'yin tomoshaga, bika yo'llarga pul sarf qilishni Alloh ogohlantiryapti. Endi mashta ishlarning birini qilgan inson ilgirki oyat degandek hikmatsiz inson.
aqli yo'q inson, o'ziga o'zi qilgan inson bo'lib, bunda insonga hech yordamchi olmaydi. Shuningdek oyatning oxirisida va ma liz-zolimina min ansar. Arabchadagi umumiy qurilma qargan vaqtda Uyg'ur tilidagi hech ifodasi qo'llansa uyg'un bo'ladi. Zolimlarga, o'ziga o'zi qilganlarga, shuncha aniq masalalarda bir aqlini ishlatib, hikmat bilan qarayanmaganlarga, shuncha to'g'ri yo'l to'g'rida xato yo'lda manganlarga hech yordamchi yo'q. deb Allah subhanahu wa ta'ala ig'ir ogohlantirib o'tdi. Bugungi darsimiz qarindoshlar mush yerda to'xtaydi. Inshaalloh Alloh nasib qilsa kelasi darsimizda 271-oyatni o'qiymiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizlarni ilm, hikmat sahibi qilsin. Masalalarning to'g'ri xatosini ayriya oladigan ilm, hikmatni bizga ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.